Biz texnologiya asrida emas, balki ko'rinmas urushlar asrida yashayapmiz. Sizning uyingiz, mashinangiz va hatto cho'ntagingizdagi telefoningiz hammasi bitta mitti qurilmaning nishonida bo'lishi mumkin. Bugun biz xakerlarning arsenalidagi eng dahshatli o'yinchoqlar haqida gaplashamiz. Bular shunchaki gadjet emas, bular raqamli dunyoning kalitlaridir. Flipper Zero raqamli Shvetsariya pichog'i. Bu Flipper Zero tashqi ko'rinishidan 90-yillardagi bolalar o'yinchoqlariga o'xshaydi, lekin adashmang. Bu mitti qurilmaning ichida radio to'lqinlarni yeydigan maxluq yashaydi. U uyingizdagi televizorni o'chirishi, do'kon eshiklarini ochishi yoki avtoturargohdagi to'siqlarni, shlagbaumlarni boshqarishi mumkin. U atrofdagi ko'rinmas signallarni tutib oladi va ularni o'ziga nusxalab oladi. Eng qizig'i, undagi elektron delfincha siz ko'proq narsani buzganingiz sari o'sib boradi. Bu o'yinchoqmi yoki xavfli qurol? Javob ikkalasi ham. USB Rubber Ducky tezkor sotqin. Tasavvur qiling, ofis binosi oldidan mana shu fleshkani topib oldingiz. Uni ichida nima borligini bilish uchun kompyuterga tiqasiz. Tabriklayman, siz hozirgina o'z qo'lingiz bilan xakerga eshikni ochib berdingiz. Bu USB Rubber Ducky kompyuterni fleshka deb emas, balki dunyodagi eng tezkor klaviatura deb taniydi. U sekundiga minglab so'zlarni yozadi. Siz ko'z ochib yumguncha u barcha parollaringizni o'g'irlab, xakerning elektron pochtasiga yuborib bo'ladi. Hamma narsa 10 sekundda tugaydi. Wi-Fi Pineapple raqamli tuzoq. Kafelarda free Wi-Fi degan tarmoqqa ulanishni yoqtirasizmi? Ehtiyot bo'ling. Wi-Fi Pineapple aynan siz kabi oson internet izlovchilar uchun yaratilgan. U o'zidan soxta signal tarqatadi. Telefoningiz uni kafening rasmiy interneti deb o'ylaydi va avtomatik ulanadi. Shu lahzadan boshlab siz kiritgan har bir parol, ko'rayotgan har bir rasmingiz va yozishmalaringiz xakerning kaftida bo'ladi. Bu bamisoli baliq ovlovchi to'r, siz esa unga ilingan baliqsiz. OMG Cable zaharlangan sim. Dunyodagi eng ayyorona qurilma. Oddiy telefon quvvatlagich, lekin uning uchi konnektori, ichida mitti Wi-Fi chip yashiringan. Siz telefoningizni quvvatlayotganingizda xaker 100 metr uzoqlikda turib, sizning klaviaturangizni boshqarishi mumkin. Bu shunchalik ustalik bilan yasalganki, hatto professional texniklar ham uni oddiy simdan ajrata olmaydi. Eng xavfsiz narsa deb o'ylagan narsangiz aslida sizning dushmaningiz bo'lib chiqishi mumkin. Do'stlar, bu qurilmalar xakerlar uchun shunchaki qurol emas, bu bizga dars bo'lishi kerak. Texnologiya rivojlangan sari ehtiyotkorlik ham birinchi o'ringa chiqishi shart. Begona fleshkalarni kompyuterga tiqmang. Jamoat joylaridagi Wi-Fi'dan ehtiyot bo'ling va eng muhimi, texnik bilimingizni oshiring. Chunki raqamli dunyoda eng yaxshi qalqon bu sizning bilimingizdir. Bugungi videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi qismda qaysi qurilmani tekshirib ko'ramiz. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha